Bemalol xabar bo'lsin, keyin stop all ruldan bo'ldi aka. Hop, 10 tadan oshadigan bo'lsa, уже o'yin to'xtashi kerak. Hop, o'yin to'xtashini ifodalashim uchun stop all kerak bo'ladi. Stop all qilib qo'yadigan bo'lsam, shunchaki hamma narsa taqa-taq to'xtaydi. Eee, Qandaydir g'alati bo'lib qoladi. Bu g'alatilikni to'g'rilash uchun menga xabarnoma kerak. Ya'niki o'yin tugadi degan ma'noda. Endi mana shu o'yin tugadini o'yin tugadi degan narsani yozib olishim kerak. Ekranga chiqarishim kerak. Odatda bu narsalar qizil rangda bo'ladi. Razmer kattalashtiramiz. Xohlasak mana bu yerdan piksel qilib olsak bo'ladi. Xuddiki o'yinga o'xshab qoladi. Va buni olaman. Hop, buni orqa fonini misol mana shu rangga bo'yadim. Va buni tanlayman. Ushlab turib o'rtaga olib kelaman. Buni ushlab turib oldiga chiqaraman. Bu holatga olib kelsangiz ham bo'ladi. Endi umumiy hammasini belgilab turib, razmerni biroz kichraytiraman. Mana bu burchak yo'qotishni ham bilasiz. Hop, mana shuni tanlayman-da. Biroz tortsam burchak yo'qoladi. Hop, xuddi shu formatda o'zingiz istagancha dizayn beraverasiz vaqtingizga qarab. Mana qandaydir bo'lsa-da chiroyliroq chiqdi. Hop, endi kodiga o'taman. Bayroqcha bosilganda dastlab bu yashiringan holatda bo'ladi. Ya'ni hide qilib olaman. Show'ni ham olaman. Men mana bu bug'ni ichida turib xabar jo'natgandim. Qanday xabar? Hop, bug. Kompyuterdan jo'natdim. Ha. Game over degan xabar jo'natgan ekanman. Endi mana shu xabarni tutib olishim kerak. Ya'ni when receive game over keladigan bo'lsa shunchaki ko'rinsin. Hop, bayroqchani bossam yo'qoladi. Hop, vaqtdan yutishim uchun buni 10 emas, 4 qilaman, buni 2 qilaman. Keyin 1 ikkinchisi kelishi bilan o'zi ikkinchi etapga o'tadi. Hop, 1 beshinchisi bo'lsa kompyuter yonib ketdi, o'yin tugadi. Shu holatda qilsangiz ham bo'ladi. Keyin bitta narsani so'rashyapti-da aka. Qanday? Qaysini? Bu misol uchun qanaqadir piksellar ursak, misol uchun bug'da tanasinda misol uchun 10 tadan bo'lsa, bug'da unaqasi tezlashib ketsin, o'shani bir ko'rib olishim kerak. Hozir kodga yozib turib tashlamayman domlaga. Ibrohim Rosa anaqaga nima deydi, o'zim bitta ko'rib olishim kerak. O'tgan safar olmani o'yinida jichcha muammo bo'lib qoldi-da. X Y o'qini tanlashni o'rniga X o'qini tanlab qo'yibman. Nega eshitib oldim keyin. Hozir So'ramay bug'larni kelishini aytmoqchisiz, to'g'rimi? Ha, piksellar deylik 5 ta o'q uradigan bo'lsak, keyin bug'da anaqasi xotinga shamol nima deydi? Chiqsin deganda o'sha. Bug'larda yurish tezlashsin. Duplikat qilaman. Keyin anavi game over'da kodiga shunday o'tib bitta naqa qilib yuboralasizmi? Mana. Mana shu ikkita xolos. Qachonki bayroqcha bosilganda bu yashirinadi. Ko'rinmay qoldi aka ekran. Ko'rmayaptimi? Ha, ko'rinmay qoldi hozir.
Keyin anavi 6tadan keyin ekranimiz haligi yonib ketgan rasm turadi-ku, Ha. o'shani startda boshqatdan bosganimizda yana asl holatiga qaytib qolishi kerak. O'shani menimcha u bunaqa bo'lgan yo'q. Ha, bo'ldi. U joyini qo'shdik mana. Bayroqchani bossam, asl holatiga qaytib qoladi. Buni qanday qildik? Yuqorida bayroqcha bosilgan holati bor edi-ku. Eshitilyaptimi? Hozir kelmayapti aka. Hop. Ani parrak ishlab ketdi-da, shovqin bo'lib ketdi. Ovoz eshitilyaptimi? Ha, bo'ldi. Ekran ko'rinmayapti aka menda. Voy. Sizniki ko'ringan yo'q. Yes, ekran. Endi-chi? Endi ko'rinyapti aka. Qarang, bu holatda yasadik, ya'ni bayroqchani bossam, mana bu yonib ketgan ekran, birinchi ko'rinishga o'tib qoladi. Ya'ni bilsangiz, dasturlashda kodlar tepadan pastga o'qilinadi, mana tepadan pastga o'qilyapti. Bayroqcha bosilishi bilan birinchi kompyuterga o'tib qolgan degan ma'noda mana. Birinchi kompyuter bunga o'tib qoladi tozasiga. Bu yerda ham qarab turasiz mana. Tozasiga. Nima deysiz? O'sha joyi qolib ketgan ekan, o'shaning uchun shunaqa muammo Ha. bo'lyapti. Bo'ldi ustoz. Buni 80 qilaman, birato'la teparoqdan boshlansam. Mana ketdi. Bitta bo'ldi, ikkita, uchta, ikkinchi ko'rinish. Mana o'yin tugadi. Hop. Keyin yig'iladigan narsamiz, siz aytmoqchi, mana bu viruslarni tezligi, to'g'rimi? Bu tezlikni qanday qilsak bo'ladi? Undan oldin mana bu kodingizni bitta tahrirlab chiqamiz. Xato bo'lmasligi uchun mana bu yerdagi nusxasini o'zgartiraman. Bu kod ishlab ketmasligi uchun mana bu yerdan uzib qo'yishim kerak. Bu joydan uzib qo'yadigan bo'lsam, ishlamaydi shunday kodim. Mana bu nusxasi ishlaydi. Xo'p, bizga mana bu yo'nalishni biroz takomillashtiramiz. Ya'ni forever, mana foreverni olib qo'yaveraman. Har qayoqdan chiqishini aytmoqsiz, to'g'rimi bu orqali? Xo'p, bizga mana bu go to x va y degan narsa kerak xolos. Bayroqcha bosilganda kompyuter tomonga har doim qaraydi va shu tomonga qarab yurib keladi. Undan oldin qarang. Mana bu yerga bayroqcha bosilganda go to x va y deb beryapsiz-ku qiymat. Mana bu narsani. Eshitilyaptimi ovozim? Ha, aka. Buni shunchaki olib tashlaysiz va go to random position degani bor. Buni boshida shundan qildim, o'xshatolmadim. Buni foreverda qo'yib olishingiz kerak-da, bo'lmasam forever tashqarisiga qo'ysangiz bir marta tasodifiy joydan chiqib qoladi bo'ldi. Ketdi. Hop. Tasodifiy joydan boshlayveradi. Xo'p, ko'radigan bo'lsak, mana bu qo'ng'izlar buni orqasiga o'tib ketyapti. Demak, bizga aynan mana shu kod bloki kerak bo'lar ekan. Ya'ni past ko'radigan bo'lsak, go to front layer'ni nima qilib qo'yaman? Back qilib qo'yaman. Eng oxirgi o'tsin degan ma'noda. Ana endi yo'q bo'lmadi.
To'xtang, man hozir qog'ozdaman aytgancha. Man kompyuterdaman deb o'ylabman. Mana endi bo'ldi. Ustidan yurib kelaveradi. istalgan joydan chiqib. Ustidan ham paydo bo'lib qolyaptimi? Aha. Ha, Unda endi muammo yo'q. bunisi muammo. Ya'ni aynan mana shu kompyuter ustidan ham paydo bo'lib qolishi mumkin-da. Buning uchun oraliq yozib chiqish kerak. Aynan mana shu kompyuterlarni tepasidagi oraliq, o'ng tomondagi pastdagi, chap tomondagi oraliqlarni tanlab, bu joydan tashqari joyda paydo bo'lgan deb aytib qo'yish kerak. Mana bu OR operatori bor edi. Mana bundan foydalanasiz va x o'qi mana bu yerda y o'qi degan qiymatlar bor. X position, y position. Solishtirib chiqasiz. Bu orqali xo'p, yoki bo'lmasam pick random degani bor. Bu yerdan aniqlab olishingiz kerak bo'ladi. Mana bu yer nechinchi pozitsiya, bu yer nechinchi pozitsiya. Shu oraliq bo'yicha tasodifiy joydan chiqib bergan. Yoki bo'lmasam tepa va pastga nisbatan o'zim aytgan oraliqdan chiqib bergan degan ma'noda qiladigan bo'lsangiz, mana bu chiqayotgan viruslar kompyuterdan paydo bo'lib qolmaydi. Hop, yana qanday savolingiz bor? O'sha unaqa pikselda uradigan bo'lsak, ochko ko'payishi kerak. Baglar tez yurishi kerak degani. Aha. Hop, bitta urib ko'ramiz. Ovoz g'alati chiqyapti. Hop, bag tegmayapti. Nishonim. Hop, buning uchun menga yana bitta o'zgartirish kerak bo'ladi. Ya'ni bo'lmasam bag demaylikda. Bunday qilamiz. Mana bu narsani bag emas, variable ga o'tib turib, her deb qo'yamiz. John. Ya'ni dastlabki holatida qanday bo'ladi? Agar shunday holatda tashlab bersam ham bo'ladi, menimcha. ha, bo'ladi. Nargis. Agar dastlabki holatida 3 ta yoki 5 ta jon berib turib, har bitta qog'oz tekkanda bir jondan ayirib ketaversa, yo'q, bunday qilaylik-da. Misol uchun endi 10 ta jon bo'ladigan bo'lsa, endi biz nima qilamiz? Har mana bu narsaga tekkanda ikkinchi qog'ozni o'zgartirayotgandik. Hertz 10 ta beraman. Xo'p, hertzni 1 ga oshirsin. Ya'ni har kompyuterga tekkanda 1 ga oshirsin emas, 10 dan ayirishim uchun -1 qilaman. Endi mana shu joyiga kompyuterga kelib turib, kichiklikka solishtiraman. Agar hertzim, ya'ni joni kichik bo'ladigan bo'lsa, nechadan? Misol 6 dan kichik oralig'i berishim kerak ekan. Va operatori bor. Bu mantiqiy operatorlar tushunolmadingizmi? Va yoki yo'q. Ha, shunday. Haligi armiyaga bor edi-ku. Esladim, o'sha esimda ekan.
Ha. Hop, agar 10 dan kichik bo'lsa va, ya'ni va deydigan bo'lsak, ikkinchi tomoni ham shart bo'lishi kerak. 6 dan katta bo'lsa, oralig'i beriladi-ya shunda. Duplikat qilaman. Buni orasiga qo'yib qo'yaman. Hop, endi bunisida 10 dan kichkina emas, 6 dan kichkina bo'lsa va hop 3 dan katta bo'ladigan bo'lsa, 3-chi kompyuterga o'tsam. Qani, ketdik. Jonim 9, 10 ta bora-bora kamayib boryapti. 9, 8, 7, 6 bo'lsa ham yonib ketdim hozir. Hop, 10 ta. Hop, 10 tadan 9 ta bo'lsa. Buni adashtirib qo'yibman. 6 tadan kichkina bo'lsa va 3 tadan katta bo'lsa. Bu 3 tadan kichkina bo'lsa va 0 tadan katta bo'lsa. Ana endi bu. Endi to'g'ri ishlaydi. Tushunyapsizmi bu joylarini? Joyiga tushundim. O'zgartirish kiritib turib faqat minus qo'yish change o'rniga shunaqa Ha. ekan. Ana, o'sha oraliqqa tushdi. Narigi holat bo'ldi. 2 taga tushsa o'yin to'xtayapti, lekin bu yerda mantiqiy xato bor. Qanday deydigan bo'lsangiz, hali 2 ta joni bor, lekin o'yin to'xtatib qo'yapti. Endi bunda nima qilish kerak? O'yin to'xtaydigan bo'lsa, mana buni tengligi tekshirib qo'yaveraman. Hayotdan teng bo'lsa nechiga? 0 ga. Bu shartmi? Ha. Ya'ni o'sha Bo'ldi. joni 0 taga teng bo'lib bo'ladi-da. 6 tadan pastga tushadigan bo'lsa, o'sha kompyuter yonyapti degani. Xo'p, mana bu ko'rinishda ham bitta duplikat qilib yasab qo'ysam bo'ladi. Ya'ni qanday ma'noda? Buni olib tashlayman. Buni pastdagini qoldiraman. Ya'ni 3 ta bo'lsa, 3 tadan pasti va 0 tadan tepasi bo'lsa, ikkinchi ko'rinish ham ko'rinsin. Uchinchi ko'rinishda o'sha nima bo'lsin? Qandaydir biroz 4-chi ko'rinishni ham qo'yaydi. Bo'yab qo'yaman misol uchun endi. Yoki bo'lmasam buni konvert qilib yuboraman. Hop, qizilga bo'yab qo'yishim kerak. Hop. Buni bo'yash uchun vektorga yozilish kerak. Bu qalam. Va kiret chizib tashlasak ham bo'ladi. Misol uchun so'nggi ko'rinishda endi bu. Bu komp 4 ga o'tsam. Komp 3, komp 2. Eng so'nggi ko'rinish boyagi qizilda chizib qo'yganimiz. O'sha 6 tadan 6 va 3 oralig'iga tushdimi joni, demak, o'sha tutashni boshladi degani. Yurish tushyapti. Ikkitalikka tushdi. Tutayapti, yonyapti. Hop, 0 bo'ldimi? O'yin tugadi va mana bu holatga o'tib qoldi. Shu holatda o'tkazsangiz bo'ladi. Bu ochkolarni yaxshi tushunib olish kerakda, variablelarda mana bu degan narsani.
Bunisiga yozuvdinga. Bitta shunchaki qiymat, ya'ni sanab ketgani nom ochib olasiz. Buni qiymatini o'zgartirib ketasiz. Qayerda o'zgartiryapsiz? Mana bu qo'ng'izlar kompyuterga tekkanda deb qo'ygan ekansiz bu yerga. Tekkanda nima bo'lsin? Hayotni qiymatini -1 ga o'zgartirsa, -1 qiladigan bo'lsak, 10 -1 bo'lib qoladi. Ya'ni 9 holatini keltirib chiqarib beradi. Ularga tushundim aka. Tasodifiy joydan chiqarish tushundingizmi? Aha. Goto bilan. Boyagi sizdagi ishlamagani, siz buni tashqariga qo'yib qo'ygansiz. Agar tashqariga qo'yadigan bo'lsangiz, bir marta bayroqchani bossam, bir marta mana shu yerdan chiqib bera olasiz. Qolganlar doim shu yoqdan chiqadi. Yana bitta bosadigan bo'lsam, keyingisi boshqa joydan chiqadi. Faqat shu yoqdan chiqadi. Faqat shu joydan chiqaveradi. Buni endi har doim tasodifiy joydan chiqish uchun forever'gacha qo'yib qo'yishingiz kerak. Mana. Hop, weightni kamaytiramiz. Har 2 sekundda chiqsin deb qo'ysangiz ham bo'ladi. Yana shu holat. Yana ustoz ahamiyat berishi mumkin. Kompyuterni joylashuvini qarang, mana pastga tushib qolgan, tepaga qo'yib qo'yishingiz kerak. Bayroqcha bosilganda nimaga pastdan paydo bo'lib qolyapti? Sabab siz bu yerga aytib qo'ygansiz, bayroqcha bosilganda aytib qo'ymagansiz. Vektorga o'tkazaman. Bu yerdagi manzilni ko'rishimiz kerak. O'rtadan qo'yilganmi yo'qmi? O'rtada ekan, lekin razmer jihatidan kattaroq bo'lganligi uchun mana shu holatda chiqyapti. Buni ham nimadir qilish kerak ekan. O'rtada biroz kichraytiraman. Hop. Keyingisi ham xuddi shunday. Agar buni mana shu joyga qo'ymaydigan bo'lsangiz, qandaydir qiyshiq chiqib qolishi mumkin. Bu mana shu yerda razmerni biroz kattalashtiraman. Ana. Endi kodini ham bir ko'rib qo'yishim kerak. Hop, Goto x va y ni 147 ga 76 ekan, 147 ga 76 qilib belgilab qo'yishim kerak. Bo'lmasam, eski joyda qaytarib paydo qilib beraveradi. Uchalasini ham bunaqalar bitta joyga qilib qo'yish kerak ekan, unaqa bo'lsa. Nimasini? Kostyumlarni unaqasini. Ha. Kostyum o'zgartirishdimi? Ha. Ko'rinishlarda bitta spraytni ichiga qo'yib qo'yishingiz kerak. Tushunmagan joyingiz bormi? Yo'q, bor tushunarli. Bo'lmasam, koronavirusga o'tamiz-mi? Hozir kelar. Yeah. Chat bo'ldi. Scratch qilib olaman. Bitta kostyumni yuklab olishim kerak.
Koronavirus. Bitta saqlab olay. Degan joy. Nimani? Hozirgina bitta saqlab olsam demoqchiman. Ha. Videoga olyapman. Yo'q, birato'la anaqa qilmoqchiman-da, Ustoz Ibrohim ustaga tashlab qo'yaman. Koronavirus. Qarang, o'rtaga qo'yib olaman. Endi boyagi narsa. Hop, kod yozishni boshlayman. Narigi videoni kesaymi? Ikkiga bo'laymi?